Rahmat. Assalomu alaykum. 50 ming so'mga terib olasizmi? Ha? Ha. Ha. Olasizmi? Ber. Rozimisiz? Ishla. Mana bu perisimiz pul bilan birgalikda edi. Instagramimiz bormi? Kiring. Bilasizmi, men konkurs boshlaganman. Siz obuna bo'lganmisiz menga? Xo'p, qarang. Konkurs boshlaganman. 98 ta homiyim bor. Menga va homilarimga obuna bo'lgan bo'lsangiz, $100 beraman. Agar menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, pulingizni qaytarib beraman. Qani, birinchisi. Yo, Romita nimaga menga obuna bo'lgan ekansiz, xo'p, pulingizni qaytarib beraman va men obuna bo'lgan homilaga mana turing. Qani? Afsus, obuna bo'lmagan ekan. Xo'p, obuna bo'lib chiqing. Ertaga 22:00 da jonli efir qilamiz. $100 bir kishilik umra safariga yo'llanmani qo'yamiz-da. Omad balki bitishingiz mumkin-da. Ayting. Obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa qatnashing, dasturchi yutishing kerak. Haqqoniy ekanmi? Hech qanaqa tanishib emasmisiz? Nejdan oldindan chiqib qo'ydim. Obuna bo'lmaganlarga nima deysiz? Rahmat. Xo'p do'stlar, biz Romitanga keldik va $100 menda qoldi. Bu $100 ni olish uchun menga va men obuna bo'lgan homiylarga kirasizlar, bitta obuna bo'lib chiqishlaringiz kerak. Ertaga 22:00 da pul va undan tashqari bir kishilik umraga yo'llanmani qo'lga kiritishingiz mumkin. Hammaga omad. Biz esa ketdik.